Endi buni tushonka 6 kilo tushonka bosamiz. Go'shtlarni qaraydi. O'zimizning jaylari mollarni kachalkasi. Xudo xolisi chiroyli qilib bosib beraman. Kuzatib tursanglar, sizlarga ham foydali bo'ladi. Mana sifatli. Aylanma qarang. Kechamkalarni odasi. Tushunkamizdan go'shtlarni to'g'rab oldik. Kattaroq shaklda to'g'raymiz. Olovni qizdirib turib, balandroq olovga tashlaymiz. Chunki yaxshilab qovurish uchun baland olovda qovurib turib, o'zini sirligiga buni ham dimlab qo'yamiz. Past olov qilib. Ketdi. Bismillah. Qo'rilish jarayonida tuz beramiz. Maydalanmagan murch, lavr bargi. Lavr bargimizni ko'p qo'shmaymiz. 5-6 ta dona yetadi. 6 kilo go'shtga qo'shamiz. Tuzni har bir kilosiga 13 gram atrofida berasizlar. Kamlik qilsa yana qo'shib olasiz. Bizga endi piyoz so'ramiz. Piyozni seli yana chiqadi. Piyoz bilan dimlab qo'yamiz. Tushonkamiz tayyor. Tushonkamizda mana bunaqa qo'rilgan katta qilib chesnochni zelinlar bilan paprikalar bilan qilingan kartoshkamiz bo'ladi. Masalaga bitta porsiyon sut qo'shib beramiz. Jangan menarik, nama menarik. Wah.